Yangi tug'ilgan buvaqning ehtiyojlariga qarab baqayli. Yangi tug'ilgan buvaqning ehtiyoji avval issiqlik. Bu yerda yana bir gap bor. Pedagoglar Montessori'da ham shundaq deydi. Yangi tug'ilgan buvaqninki taxminan 6 haftadan 8 haftagacha bo'lgan vaqti simbiotik davr yoki birga yashash davri deb atalgan bir davr bo'ldi. 6 haftadan 8 haftagacha. Bu davrda buvaq bilan onaniki davomli tegishib turishi eng foydali deb qaraldi. Bundaq qilish boy degandek bolaninki bu dunyoga oson moslashishiga, o'zini dunyoni ishonchli yaka deyishiga ham ona bilan bo'lgan bexatar bog' qurishiga noiti foydaliqda. Shunga bolani o'zimizga chaplab turish uchun onun rasmdagiga o'xshash bolani esib olgan undaq narsa yaxshi bu mezgilda. Taxminan 6 haftadan 8 haftagacha. Ondan tegishish, bu shu tegish ehtiyoji bor, tegishib turish ehtiyoji bor. Chunki qo'saqdim shu onaga tegishib turgandan keyin bola tex o'zini onasidan ayrim holatdagi inson deb undaq tushunmaydi, undaq bo'lmaydi yani. Ona ham asdagi ona ham bolaga ehtiyojli, bola ham onaga ehtiyojli deydi. Onami tug'utdan keyingi asliga kelish uchun bola bilan chaplashib tegishib turishi foydali deb qaraydi ba'zilar, ba'zi pedagoglar. Şuna dastlabki vaqtlarda ona bilan bolaniki ayrilmagani eng yaxshida. Bundaq narsada esib, mesela bazalar bağa vaqtda, uylarda ishlangan vaqtda, yangi tug'ilgan vaqt kichikli bo'ldi-ku, yeniklar. Ashta esib bilish eng yaxshi. Ondan yenik təvürtüş ehtiyoji, yurak soqishini ovozini anglash ehtiyoji, ota-onaning yiqimliq lirik ovozi. Bu yerda ovozning yiqimliq bo'lishi muhim. Bu vaqtlar, yangi tug'ilgan vaqt ham shu gapni tushunmaydi, gapning ma'nosini tushunmaydi. Ammo bu yerdagi hissiyotni tushundi. Masalan, o'xshash gap har xil hissiyotda deyilalaydi-ku, ifodalanadi. Masalan, kilanga bilan kilangning ikkisi farqi bor o'xshash. Kilanga balam kilanga bilan kila deyman deganga o'xshash. Ma'nosi o'xshash, ammo bu yerdagi hissiyot o'xshash emas-da. Shunga o'xshash yiqimliq ovozniga bolaning ehtiyoji bor. Ondan yig'ilgan vaqt darhol inkas qaytarilish ehtiyoji bor. Yig'lash bularningki eng muhim aloqa vositasida. Yig'lash orqali biz bilan aloqa quradi. Yani bunda vaqt inkas qaytarılmış undaq vaqt undaq bo'lsa, davomli bu kichik vaqt undaq qilsak jon to'shamdi deb o'ylashinglar. Bizmi bolalarni tashlab qo'yib yig'iltib cho'ng qilganim bo'pti, kashni bo'lmaydi deyishinglar mumkin. Ammo lekin yangi tug'ilgan bu vaqtlar undaq yiligarlik qilib, maqsadini amalga oshirib yig'lab olishni bilmaydi. Yani 2 yoshdan cho'ng bolalarga o'xshash undaq yolg'ondan yiligarlik qilishni bilmaydi. Bular shu ehtiyoj bor vaqtda yig'laydi. Bular ehtiyojini uqtira olishi, qabul qilinishini talab qiladi. Agar undaq bo'lmasa, bular naiteliqi ruhiy jihatdan bir besimga es qilib, benormallik es qilib, nima qildi? Andishilindi bu yerda. Chunki bular naiteliqi ishonchsiz bir dunyoda yashayotganligini biladi. Bu dunyoda ularga yor yo'lak bo'lgan, ularga yordam qilgan birdan-bir kishiningki ota-onasi ekanligini biladi. Hamda undaq yor yo'lak bo'lgan birdan-bir kishi bo'lgan ota-onami ularning ehtiyojlarini vaqtida qandomsa, vaqtida tep chiqanmasa, yig'ilgan vaqtda inkas qaytumsa, u vaqtda bola o'zini qadrsiz his qildi. Bu vaqtlarningki, yangi tug'ilgan bu vaqtlarning ham o'zaro cho'nglar bilan bevosita aloqa qilishga ehtiyoji bor-da. Masalan, sal cho'ng bolalarning, masalan, 1-2 yosh bolalarning nima qilishimiz mumkin? Masalan, televizor qo'yib berish, telefon qo'yib berish yoki bir nima qilish orqali bir narsa ugundo yoki bir nuqson. Bundaq aloqa o'zaro bo'lmagan munosabatningki ularga hech qanday foydasi yo'q deb qaraydi. Yangi tug'ilgan vaqtma ham shundaq davomli boshqalar bilan o'zaro aloqa qilishga ehtiyoji bor. Bu to'g'risida bundaq bir tajriba ishlangan. Qanday tajriba degan vaqtda bir bola bu vaqt taxminan 6 oylik deyman. O'ltirdi, apsi oldida bor, apsi har xil yuz ifodalari bilan bolani sinaydi bu yerda, sinaq ifoda bular. Boshda apsi bola bilan kulishib, chaqchaqlashib, gap qilib o'ynaydi. Bolami degan ijara toza o'ynaydi. Ondan ana tuyuqsizlam chiroyini buttaq qilib oldi. Ya'ni hech qanday ifodasizchi, xuddi o'lakdek mundaq buttaq turib oldi, jimmi turib oldi. Shuning bilan bola bu yerda o'zgarishni his qilib, opisini diqqatini tortmoqchi bo'ladi-da, har xil harakatlarni qilib boqadi, undaq qilib qo'ydi, mundaq qilib boqadi. Ana hech qanday inkas qaytarmaydi. Shuning bilan bola bir undaq oldidagi yerga urib boqadi, yana opi hech qanday inkas qaytarmaydi. Ondan bola nima qilib boqadi,
yig'lashga bo'ladi. Qattiq boshda bo'shroq yig'laydi. Ana yana hech qanday inkos qilmaydi. Shundan bilan bola qattiq yig'lashga boshlaydi. Bu qattiq yig'lashni balniki ham yuragi qattiq so'qib ketayotgan bu vaqtda qarasa, nihoyat andishlangan, besim his qilgan, amalsiz qolgan shundaq vaqtda, hattoki bunday vaqtda o'lib ketish mumkin deydi. Ya'ni bu vaqtlarni kinolarda talalar tashlab o'lib qoladigan, nimalarni axlatxonlar tashlab o'lib qolgan ishlar bor. Bu yerda faqat o'qisoq emas, o'zaro nimaninki aloqa bo'lmaslikdimi, hissiy aloqa bo'lmaganlikdimi bu vaqtlar yod qilinmaydi deb qaraldi. Yana bir tajriba bor, shu bir urush bo'lgandan keyin urush mazgilida nurg'un buvoqlar akilindi, bularning ota-onasi yo'q. Ammo bularga nihoyat yaxshi qaraldi. Ya'ni ularniki muhiti nihoyat yaxshi, nimalari, tamoqlari vaqti-vaqtida qo'sqi vaqti-vaqtida to'yg'izilgan, asti vaqti-vaqtida adolanganda, fiziologik ehtiyojlari vaqti-vaqtida qandalgan. Ammo bularning bola boquvchilarga o'xshash, hammasini biroqlam ashta qilganda, bular bilan birma-bir aloqa qiladigan, paranglashadigan, holdan xabar oladigan bunday odam yo'q-da bu yerda. Bundaq sharoitda bu bolalarning ko'pinchisi o'lib ketgan. Shuning bilan bundan ular shu natijaga kelganda, ya'ni bularning kichik bolalarning buvoqlarning faqat fiziologik ehtiyoji yo'q, bularningki hissiy jihatda boshqalar bilan aloqa qilish ehtiyoji bor, ota-onalar bilan aloqa qilish ehtiyoji bor degan bundaq yakun kelgan. Ularningki yangi dunyo bilan tanishish, to'xtamay bir narsani o'rganish ehtiyoji bor. Tug'ilgandan boshlab o'rganishga ochiq bo'lib tug'iladi. 8-si chiqmabdi, kuchlik ovoz ham qalaymiqanchiliklardan saqlanish. Yangi tug'ilgan buvoqlar texim ham shundoq. Ularni atrofdagi varangchurong narsalar g'idiqlaydi. Ular bundaq varangchurongni yaxshi ko'maydi. Onasining qo'sqidagi vaqtni naydi tinish bo'lgan bir muhitda ananing qo'sqi degan. Bir dilla bundaq varangchurong yerga chiqsa uning ko'namaydi. Shunga uyninkimi nimasini amal bog'liq tinish holati saqlash talab qilindi. Ham yangi tug'ilgan buvoqlarni undaq so'l saroylarga, avtozlarga, bir yerlarga va qalaymiqan kollektiv o'rinlarga opirish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni undaq muhitlarni ular yaxshi ko'maydi, tinchlikni xohlaydi bu vaqtda. Miya taraqqiyoti, ya'ni tug'ilgandan keyingi dastlabki miya taraqqiyoti nihoyatda bek muhim. U vaqtdagi miya taraqqiyoti haqiqatan u odamning keyingi butun umrdagi ish harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu yerdagi miya taraqqiyoti faqat aqliy jihatda bo'lmaydi. Bu yerdagi so'z to'g'risidagi aqli bo'ldi bir odamning, harakat jihatdagi aqli bo'ldi, nima hissiy aqli bo'ldi, ya'ni anon kaynidan matematikalik aqli bo'ldi, har xil aqllar bo'ldi-da bu yerda. Mushlarningki hammasiniki taraqqiyoti taxminan 85% 3 yoshgacha shakllandi. 3 yoshgacha 85% shakllangan, qolgan 15% undan keyin shakllandi-da. Demak, 3 yoshgacha bo'lgan vaqt miyaning taraqqiyoti eng yuqori chekka yetadigan vaqt. Abay degandek bu faqat nima emas. Mantiqni tushunish, mantiqsal tafakkur qilishlar emas, so'zsal, hissiy, matematikalik har xil miya taraqqiyotlarini ko'rsatadi. Bu vaqtda 100 milliondan ortiq nervlar shakllandi. Ya'ni miya degan miya hujayralaridan, nerv hujayralaridan tarkib topadi-ku. Shu miya hujayralari, nerv hujayralari to'xtamay ko'paydi bu mazgilda. Shu miyaninki cho'ngayganligida bu biz bu miyaninki cho'ngayganligini cho'nglikni alsak, 1 yoshda tug'ilgandagi cho'nglikdan 2 hassa cho'ngaydi-da, boshning cho'ngayishi desak masalan. Bu miyaning taraqqiyotini biz ko'zimiz bilan bundaq ko'rolmaymiz buni. Ammo buni bolaninki tashqi shaklidan ko'ra olamiz. Qanday degan vaqtda bir buvoqninki mayli harakat jihatdagi taraqqiy qilishi bo'lsin, mayli uninki tilininki taraqqiyoti bo'lsin, mayli aqliy taraqqiyoti bo'lsin, bularning hammasiniki bag'ansir yuqori o'rilishi uninki miya taraqqiyotini bizga ifodalab bera oladi. Ondan yangi tug'ilgan buvoqlar ma'lum bir mazgilgacha bosh aylanmasi o'lchindi-ku. Mushu bosh aylanmasini o'lchanganligi shu miya taraqqiyotining o'lchanganligi deb qarasak bo'ldi. Bosh aylanmasining cho'ngayishi ularningki miyasiningki nimasiniki sig'imining cho'ngayotganligini, miyasiningki cho'ngayotganligini bildirdi. Endi bu miyaning taraqqiyoti, miyaningki nervlarning shakllanishi dedik. Unda bo'lsa bu miyaning taraqqiyoti uchun biz nima qila olamiz? Nima qilsak yaxshiroq taraqqiy qildi? Qanday qilsak shu hujayralari texnik ko'paydi deb buni qarab boqadigan bo'lsak, nervlarning tutishish zichligi ham. Buni qanday ifodalashni bilmadim. Miyamizda nurg'un nerv hujayralari bor, yoki nervlar bor, yoki nerv hujayralari bor desak,
yangi tug'ilgan bu vaqt tug'ilgandan keyingi bu dunyoda har qanday bir uchurga yo'liqqan vaqtda bu uchurlar uning miyasi tarafidan qabul qilinadi. Bu har bir qabul qilingan uchurlar miyasiga o'ralashib, mushtaq nerv hujaylarini shakllantirdi. Bola uchrashgan, bu vaqt uchrashgan bu uchurlarga uchrashish qancha ko'p takrorlansa, qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p takrorlansa, qancha ko'p sezgulari g'idiqlansa, bu nerv hujayralari bir-birisi bilan tutishib, mundaq tugunchilarni hosil qildi. Bu tugunchilarni inglizcha boshqa tillarda synapse deb ataydi ekanda, mushta tugunchilarni. Bu tugunchilar shu ma'lum bir uchurningki, ma'lum bir sohadagi shu bola ko'p uchrashgan, mayli u ma'lum bir so'zliklar bo'lsin, yoki u ma'lum bir tabiiy qonuniyat bo'lsin, yoki bir oyat bo'lsin, yoki bir muhim qoida bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, yoki bir muomala bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar bolaning miyasida shunday o'rlashib tugunchi shakllanadi. U ish bilan yoki u so'z bilan yoki u kitobdagi u narsa bilan yoki u ko'rinish bilan yoki u muomala bilan bola qancha ko'p uchrashsa, qancha ko'p takrorlansa bu uchrashish bu yerdagi shu tuguncha shuncha kuchli bo'ladi. Ondan buning ta'siri shuncha uzun qoladi, hattoki umr bo'yi qoladi. Qaraydigan bo'lsak, bu yangi tug'ilgan buvoq, ondan 1 oylik, ondan 9 oylik, ondan 2 yosh. 2 yoshda bu tugunchilarningki soni eng ko'p. Bu nervlarni qaraydigan bo'lsak, eng ko'p, eng zishqo, eng zish 2 yoshgacha. Ammo cho'nglarniga qaraydigan bo'lsak qandaq, bu nervlar biroz shalanglashgan, ammo bu tugunchilarmi oz, ammo tugunchilar nihoyat cho'nqur-cho'ngaygan. Bu nima deya vaqtida 2 yoshgacha bo'lgan vaqtda bolalar uchrashgan har bir uchurni shunda qabul qilib nervisida o'rinlashtirdi. Ham bu narsalar nervisiga o'rinlashib nima qildi? O'ltirishdi. Ammo lekin 2 yoshdan keyin bu uchurlar bilan bola davomli uchrashsa, davomli takror uchrashsa, bularningki o'rni miyasi texmi o'rinlashib, hayoti bo'yicha buning ta'siri qoladi. Ammo 2 yoshdan keyin buning bilan takror uchrashish bo'lmasa, u o'qilgan kitob qayta o'qilmasa, u to'g'risidagi ma'lumot qayta berilmasa, u jihatdagi iqtidorini oshirish uchun qaytadan bir mashg'ulot qilinmasa, u o'rgatgan oyatni takrorlaydigan bir o'qiydigan qayta bir fursati bo'lmasa, u vaqtda miyaninki shakllangan bu tugunchalar yana ojizlab, buning ta'siri bag'asir yo'qaydi. Shunga ba'zimiz deymiz, yosh vaqtimda, maktabdagi vaqtimda najab iqtidorliqdim, aniq qilalaydim, rasmlarni bakinochisiz aytdim, maqolalarni vahshiy yozaydim deymiz-ku. Cho'nglarning iqtidori ham shunday. U iqtidorni qancha takrorlagan sari u biz kallamizga o'rnab, u nima qildi, yo'qolmaydi. Qachonki uni tashlasak, u unutulishga boshlaydi, chunki u bizning kallamizdagi o'rni xuddilik chig'ir yo'lni cho'p besib ketgan o'xshash so'slaydi. Ya'ni bu bolaninki miya taraqqiyoti mushtaq ifodalandi. Bolamizningki kallasida, miyasida nimani o'rlashtirmoqchi bo'lsak, ya'ni keyingi hayotiga nimaning ta'sir ko'rsatishini xohlamoqchi bo'lsak, shuning bilan kichik vaqtida ko'p uchrashtirsak bo'ladi, ham davomli shuningki ta'sirini yo'qolmaslik uchun tajriba qilish, uchrashish fursati bersak bo'ldi. Ya'ni ularni shu narsa orqali g'idiqlash, ko'p uchratish orqali miyasiga uni o'rlashtira olamiz, miyasining taraqqiyotini ilgari sura olamiz. Bundaq bir qoida bor. Ya'ni bu vaqtlar uchun bu-da abay ehtiyojlarini qandirish, yig'ilgan vaqtda inkos qaytarish dedik. Bu yig'ilgan vaqtda inkos qaytarishni bizniki ham bolalarniki ehtiyojini qandirish maqsadimiz bor bu yerda bu vaqtlarniki. Agarda bu vaqtniki butun fiziologik ham ruhiy ehtiyojlari vaqtida yetarli qandirilsa, bu vaqt o'zini bexatar ham qabul qilingan his qiladi. Ikkinchisi, agar muhit bola uchun muvofiq tayyorlansa, bu vaqt dunyoning yaxshi joy ekanligiga o'zining e'tiboriga ilinganligi shunda dunyoni o'rganishi osonlashadi. Bu yerda fiziologik ehtiyojim bor, ruhiy ehtiyojim bor dedik. Fiziologik ehtiyoj degan chog'da qo'sqinning to'yg'izilishi, ostining adalanishi degandek, kiyimining yangilishlanishi degandek, ruhiy ehtiyoj deganda shu bola bilan ko'p aloqa qilish degandekda, mushlar qandirilsa bu vaqt o'zini bexatar qabul qilgan his qiladi. Bu yerdagi his qilish muhim. O'zini bexatar qabul qilgan his qilish bek muhim bu vaqt. Yangi tug'ilgan bu vaqt uchun ham. U bilmaydi emas, hammani biladi, bo'lib hissiyotlarni biladi. Muhit bola uchun muvofiq tayyorlansa, bu dunyoning yaxshi ekanligiga ham o'zining e'tiboriga ilinganlik ishindi, dunyoni o'rganishmi osonlashadi. Demak, yangi tug'ilgan bu vaqt uchun ham muhit muhimda. Chunki bu vaqt uchrashgan narsaning hammasini qabul qildi dedik-da. Bu muhit bolaga qulaylik bo'lgan, o'zidan bexatar his qilgan bundaq bir muhit bo'lishi kerak. Unda xuddi bu qandaq muhit shunda oldi degan chog'da biz yana Montessori darsimizda Montessori muhitini tadbiqlaymiz.
Bu vaqtlar üçün Montessori prinsipləri, yoki Montessori'nin vaqtlarına qandaq tətbiqlayımız, əmdi doğrusu toxtalımız. Biz umumi cəhətdə Montessori'nin prinsipləri bilan tanışıb ötdük. Bu vaqtlar üçün mənim şundaq əsildir də. Məsələn, biz birincisi hörmət qilish dedik, balalarga hörmət qilish dedik. Bu yerdən bu vaqtga çoğlardan yekki şəxsga hörmət, muamele qilib, hörmət bilan muamele qilish. Yani çoğlarını biz çoğ bilimiz, kiçiklerini kiçik bilib, sel qaramasdan bu vaqtnamı hissiyatı var, bu vaqtnamı köngli var. Bu vaqtmı azar yeydi, bu vaqtnamı köngli yerim boludu. Bu vaqtmı bu naçar sözlər, qopal muamillər təsir qıldı da bunu bilişimiz gerek. Ondan bu vaqtniki özünü tərəqqi qıldıralaydigan bir nərsələrini qəbul qılıb öyrənələydigan, mеңəsini tərəqqi qıldıraydigan bundaq bir küçü bağlılıqğa həm işinib durub hörmət qilishimiz gerek. Ondan bu vaqtniki hərəkətə mümkün qədər erkinlik beriş. Bulub bu boylağı yeni doğulğan bu vaqtmı erkinlik berimiz. Məsələn 6 aydan keyinlərdə o ömlələydigan da bu vaqtlarını kiçik qucaq qılıb götürüb eliş yoki qandaq oyun rişatkalarının arasına sep koyuş, ya ki dügülek halteklerini çizsep koyuş degендek erkelikten boğuş, ya ki toxtamasdan çekleş, ayakkamangsam, ekeplam, toxta edip tutuvelip yeni bir çetik götkep, yeni ayakkaması yeni çeklep, bundaq erkelikten tosmayımız da, erkeklik erkelik tosmayımız. Bundan ornağa o yaşavatqan orunni bir xatar aleti keltirimiz. Məsələn, bəlkə yeni doğulan bu vaxt degan bir hücrənin içində məşğulat qıldı. Bu yerdə işini yeyib qoysaq boladı. Şu oyunun içi balniki ərkə məşğulat qıldıgan bir orunu bosu buldu da. Çoğ bolğan sırı müstəqilləşişə yardım beriş. Bu vaxt Montessori bu vaxtlarınki müstəqilləşişi bək mühim deb qaraydı. Müstəqilləşişini bək mühim deb qaraydı degan toq. Bu vaxt 5-6 aylıq vaxtıdımı bu vaxtınki oyunçuqlarga qolunu sozub almaqçı bolğan vaqtda o oyunçuqni qoluğa əpəməsdən şu yiraqdakı oyunçuqni sal yaqinlashtirib bir məsələngə azraq tirisi alalaydigan yerga qoyub bir şarqılıq degandəkdə onun keynindən bir yaşqa yaqin bolğan vaqtda meňişq tayyorlik qıldığı vaqtlarda ört tug'uzib qo'ymasdan o'zi eslib yomishib turalaydigan holatda bir sharoit hazırlab berish orqali degandek bu vaqtninki bag'ansir mustaqillashiga yordam beramiz. Bu vaqtninki dunyoni o'rganish uchun loyiq sharoit hazırlash. Dunyoni o'rganish degan vaqtda bu vaqtlar nisbatan bu dunyodagi hamma narsa yangilikku. Bu bir öydəki hamma narsa yangilik, məsələn, yangi tug'ilgan vaqt. Bag'ansir bular bu narsalarni bayqaydı, o'rganadi, uning keyindan bu narsalar bularga nisbatan yangilik hisoblanmaydi. Ammo yangi tug'ilgan vaqtda hamma narsa yangilik bo'ldi, hamma narsani tutadi, o'rganadi. Bu Montessori'da biz bilganimizdek şundaq dunyoni o'rganish uchun bu vaqtlarga Montessori metodi bo'yicha bir muhit tayyorlaymiz. Montessori muhiti tayyorlaymiz. Masalan, ularniki shu dunyoni o'rganishiga yordamchi bo'ladigan ba'zi qobiliyatlarni o'stiradigan materiallarni saplab beramiz o'yinchiq shkabida. Kitoblar orqali dunyoni o'rganishiga yordam qilamiz. Har xil sezgi faoliyatlar orqali dunyoni o'rganishiga yordam qilamiz, sezgilar orqali degandekda. Bu bizniki bu vaqtlarniki dunyoni o'rganish uchun sharoit hazırlab berganimiz bo'ldi. Bizning oilamizning muhitini shu xil holatda qilib berishimiz. Fiziologik ham ruhiy ehtiyojlarni vaqtida to'liq qondirish. Buni abay dedik. Bu vaqtniki ehtiyojni qondirish. Chunki ularning haqiqatan yordam so'raydigan, tayindigan bizdan boshqa hech qanday odam yo'q-da.